Agar kibrlanish ilmning sababidan bo'lsa, bu ilmsiz odamdan ko'ra ilmli odamga ilm yuk ekanligini bilish kerak. Mas'uliyat va javobgarlik ekanligini bilish kerak. Ilm bilan kibrlanmasin. Imomi Azam aytadilar, soch olishni odobini men olim bo'lib sartaroshdan o'rgandim dedilar. Hajda aytadilarki, haj ibodati paytida 5 ta xatoga yo'l qo'yibman. Shu xatolarimni sartarosh to'g'rilab qo'ydi dedilar. Ihromdan chiqish uchun soch oldirmoqchi bo'lib sartaroshga bordim. Sochimni necha pulga olib qo'yasiz desam, sartarosh aytdiki, Alloh sizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Ibodatda shartlashilmaydi, baho qilib savdolashilmaydi. Chunki hajdagi amallarning ichida bir amalda u soch oldirish. Bu savdolashilmaydi dedi. Keyin hijolat tortib o'tirdim. Qiblaga yonbosh o'tirib qolibman. Sartarosh shu kamchiligimni ham to'g'riladi. Qiblaga yuzlanib, qiblaga qarab o'tiring dedilar. Qiblaga o'girilib oldim. Keyin chap tomonimni tutmoqchi bo'lsam, o'ng tomoningizni bering dedi. O'ngdan sunnat dedi. 3-chi xatoyimni aytdi. Sochimni olayotganda uni bu gaplariga o'ylanib jim bo'lib qolsam, nega jim o'tiribsiz? Takbir ayting dedi. Keyin men takbir ayta boshladim. Sochimni oldirib bo'lish bilan ketmoqchi bo'lsam, qayerga ketyapsiz dedi. Bo'ldi, endi ketyapman desam, 2 rakat namoz o'qib oling dedi. Sartarosh menga soch olishni hajdagi odobini o'rgatdi. Keyin men ibodatni, bu odoblarini, kasbingizni, bu shartlarini qayerdan o'rgandingiz deb so'rasam, hijolat qilib, Ato ibn Rabohdan o'rgandim deydilar. Ya'ni katta ulamoning yonida yurgan ekanda, u kishi suhbatida bo'lib, o'sha zotdan o'rgandim degan ekan. Shuning uchun ilm ahli, qarang, ilmi bo'lsa ham baribir hech kimni pastsanamasligi. Imom Malik taloq masalasini shogirdlari Imom Shofiydan o'rganganlarini o'zlari e'tirof etadilar.